Mani jigarlarim, qanaqasizlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Mana sizlar uchun chotki katta bolalar mahallasidan bitta chotkicha ko'rib qo'ydim. Buni qaranglar, mahallani qaranglar, bagatiligini. Voy. Bu qayerda deyotgan bo'lsangiz, avtobus lagerining yaqinida joylashgan chotki живой komplekscha. Bu 3 sotix 5 xonaga qurilgan под ключ. Kirasizlar, yashaysizlar. Hozir sizlar bilan bir uyda ishlarini obzor qilib beraman, lekin nodigan joyi bor. Agar mobodo jo'ralaringiz bilan bitta mahallada yashayman deb orzu qilgan bo'lsanglar, niyat qilgan bo'lsanglar, mana yana ikkita chotki xuddi shunaqa proyektda qurilgan kottejchalarimiz bor. Bularni keyingi so'rishda ko'rasizlar. Hozir buni chotki obzor qilib beraman. Ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Jigarlarim, mana uyda chotki, uyda ahvolini qarang, derski gibi. Nima bu? Yana bundan zo'r uy qayerdan topaysizlarga? Patacento, Italiano qilib tashalgan jigarim. Bu joyda qarang, kadi, manti bemalol ekin. Buni qarang, jo'ralaringizdan kelgan paytlaringiz bemalol qozon, kabob, shashlik, pashlik nima xohlasanglar qilasizlar. Mana Hasan o'zi, пожалуйста, ichkariga kirib o'tirmaysizlar. Davay, sorosh ichkariga kiraylik jigarim. Buni qarang. Shoshib ketyapman. Nima bu? Qarang. Kirganingizdan sizlarni kattagina qo'lcha kutib oladi. Buni qarang, bemalol bachalar o'ynaydi, shaq-shuq qilib tashlaydi, nima xohlasa qiladi. Ketdik, bundan boshlaymiz, zalchadan. Bismillahirrohmanirrohim. Buni qarang jigarim, zal kattaligini qarang. Buni qarang, bemalol, haqiqiy yuqori didli insonga rahmat jigarim, kim qurgan bo'lsa ham rahmat. Buni qarang, akkuratni. Ketdi bunisi. Zalimizdan chiqamizda bu birinchi detskiy. Misol uchun o'g'limiz bo'lsa, qizimiz bo'lsa, bemalol qizimiz yo o'g'limizga qilib berasizlar. Mana qarang, pardalari bilan. Buni eng qiziq tarafi bu jigar. Buni olganlaringizda gilam, parda, buni misol uchun nima xohlasanglar o'shani qilib beradilar. Buni qarang. Buni qarang. Ikkinchisi bu, misol uchun qizimizga, qiz farzand bo'lsa, alohida qilib berasizlar. Ketdik jigarim. Spalni bu master spalni, ya'ni ota-onalar spalnigi. Buni ichida eng qiziq joychasi bu sanuzel alohida qilingan, chiqib bemalol nima qilib o'tirmaysiz. Bag'i gaygu mahachkalar. Ketdik. Mana bu общий sanuzelimiz. Buni qizig'i, hammani sotib olganingizdan keyin sizga uyda egalari qurib berishadi. Hamma narsani. Mana gilam, parda, sanuzel, panuzel hammasi qilib beriladi. Buni qarang, yuqori didli inson, buni qarang. Buni qarang. Yo'q, nima bu? Bundan ziyodini topib bera olmayman jigarim. Eng qizig'i buni qarang. Isitish sistemasini qo'yib beradi. Isitish sistemasi qo'yiladi. Buni narxi keladigan bo'lsa, uni egalari 1 milliard 130 million so'm deyaptilar. Lekin kelishilsa bo'ladi. Uni sizning talantingizga bog'liq. Mo'j 30 million, xo'sh, 100 million tushiring, u sizning talantingiz. Davay gazini bosing, telefon qiling, sizga kelyapti. Rahmat.